Bugun men sizlarga o'zim qilgan xatoim haqida aytib bermoqchiman va bu xatoni sizlar takrorlamasliginglar kerak bo'ladi. Agar sizlar ham menga o'xshab bitta vaqt o'zida ham ishlab, ham o'qib, ham oilani tebratmoqchi bo'lsanglar, men qilgan xatoni takrorlamanglar. Asosiy xatoyim bu juda ham ko'p vazifalarni qisqa muddatda bajarmoqchi bo'lganim. Odam organizmi bizdan ancha aqlli va ertayu kechmi sizga xabar beradi. Bo'ldi, yetar, men charchadim deydi. Sizga bilinmasligi mumkin, lekin motivatsiya ketadi. Уже qilayotgan ishi sizga yoqmay ketadi. Xohlamasdan bajaradigan bo'lib qolasiz. Boshda to'g'ri sizga interesni bo'ladi. Azartda, da, voy, men hozir hammasiga ulguraman, hammasini bajaraman deysizda, lekin baribir ertayu kechmi bu narsa уже joningizga tegib ketadi. Chunki siz benziningizni o'sha da maksimum ishlatib, organizmingizdan foydalanayotgan bo'lasiz. Bu juda ham noto'g'ri. Ikkinchi qilgan xatoyim doimiy ravishda o'zimni boshqalar bilan solishtirganim. Lentamda 23 yoshida ilmiy ish yo'qlagan bloger chiqib qolardi va albatta men o'ylardim, voy, qarang, yosh bo'lib turib, уже ilmiy ish yo'qlayapti. Men 32 ga kirib endi ilmiy ish boshladim. Bu qanaqasi? Men vasha ortda qolyapman deb siqilib o'tirardim. Va shuni tushunib yetdimki, qancha ko'p o'zim boshqalar bilan solishtirsam, shuncha ko'p meni motivatsiyam o'ladi. Bu naborot menga turtki bo'lmaydi. Yo'q, sen harakat qil, undan ham zo'r bo'lgan deb turtki bo'lmaydi. Naborot, men o'zimni demak, men ortda qolman, уже все, u yog'iga harakat qilmasam ham bo'ladi degan xayolga keladi. Shuning uchun hech qachon boshqalar bilan o'zingizni solishtirmang, faqat o'zingizni kechagi versiyangizga qarang. O'sha kechagi versiyangizdan qanchalik zo'r bo'ldingiz, qanchalik o'zgardingiz. Agar ozgincha bo'lsa ham o'zgarish bo'lsa, bu уже plus. Va yana bitta qilgan xatoyim bu doimiy ravishda motivatsiya kutib yashash. Bitta narsani tushunib olishingiz kerak, intizom motivatsiyadan ustun turadi. Agar biz doim motivatsiya qanaqadir belgilarni kutib yashasak, biz hech qachon bu ishni boshlamaymiz. Shuning uchun doim ozgincha bo'lsa ham, hech bo'lmasa yarim soat vaqtingizni shu o'rganayotgan, shu olayotgan bilimingizga bag'ishlang. Shunda kunning yakunida itog'lar qilayotganingizda o'zingiz tushunib yetasiz. Ha, hech bo'lmasa shuncha vaqtim ketdi-ku, hech bo'lmasa nimadir o'rgandim-ku deysiz. Chim har kuni yo bugun emas, yo ertaga shu narsani qilaman degandan ko'ra intizomni saqlab, har kuni yarim soat vaqt ajratishga harakat qiling.